Jamiyatda bir naql bor. Ikkita kasb egalari xato qilsa, inson hayoti xavf ostida qoladi. Birinchisi shifokorlar, ikkinchisi elektriklar. Biz 24 yildan beri elektr sohasidamiz. Biz jamoamiz bilan elektr sohasida yuzlab yirik loyihalarni amalga oshirganmiz. Jamiyatimizda tomchilatib sug'orish texnologiyalarini o'rnatib berish xizmatlari, quyosh paneli o'rnatib berish xizmatlari va elektr montaj xizmatlari mavjud. Biz jamoamiz bilan tadbirkorlar va fermerlarga qulay bo'lish maqsadida 3 ta sohani integratsiya qilganmiz. Sababini sizga hozir tushuntirib beraman. Masalan, siz dala maydoningizga tomchilatib yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatdingiz yoki quyosh paneli. Buning uchun bu mexanizmni ishlatish uchun sizga elektr manbasi zarur bo'ladi. Bu xizmatlarni sizga vaqtidan ertaroq qilib berish maqsadida o'zimizni guruhlarimiz mavjud. Masalan, quyosh paneli alohida guruh, elektr montaj guruh alohida, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini o'rnatish guruhimiz alohida. Siz tomchilatib sug'orish yoki quyosh paneli texnologiyasini o'rnatsangiz, ularga elektr montaj ishlari zarur. Siz bu elektr montaj ishlarini boshqa korxonaga qildiradigan bo'lsangiz, 100 millionga qilib beradigan bo'lsa, biz jamoamiz bilan 80 millionga qilib beramiz. Sababi mahsulotlarni o'zimiz zavodlardan olib kelamiz, o'zimizning elektromontorlar o'rnatib beradi. Agar siz bizni xizmatlarimizdan foydalanib, keng imkoniyatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Bizning maqsadimiz xalqqa sifatli xizmat ko'rsatish va xalqqa sifatli energiya yetkazib berish.